Aziz tomoshabinlar, Xudo xolisa balig'imiz tayyor bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan baliq pishamiz. Sudak balig'i bizga ham kerak bo'ladi. Baliq, limon, bolgarskiy. Uni ustiga chimichurri sousini qilamiz. Unga tuz, murch, oregano, chesnok, sarimsoq, keyin paprika achchig'idan, keyin qizil uksus, qizil uzum uksusi, kachinch kerak bo'ladi. Keyin baliqning tagiga ismaloq ishlatamiz. Buni ham quraveramiz. Zaytun yog'i kerak bo'ladi bizga. Keyin qo'shimcha yog' baliqni qo'shish kerak bo'ladi. Hop, nimadan boshlaymiz? Biz birinchi kachinch to'g'rayamiz. Mayda qilib. Kachinch taxminan shuncha kerak. Agar yetmasa yana qo'shib olamiz. Hop. Bismillah. Kachinch mayda to'g'raymiz. Men ko'rayotgan bo'lsak, yaqinlashtirib etkanda shuna qilib maydalab olamiz. Yarım piyla, taxminan yarım piyla, bir piyla kachinch kerak bo'ladi bizga. Kachinchimizdan to'g'rab oldik. Endi navbat qizil bolgarskiyga. Qizil bolgarskiyni kesib olamiz. Pichoqni olib tashlaymiz. Mana oq joylarini pichoq bilan bunday akkuratni qilib kesib olamiz. Urug'larni ham pishadik. Bu bulg'ori qalampir deydi. Bulg'or bolgarskiy. Qizilni to'rog'imiz mana qo'yotganladik. Bitta kattasi bo'lsa yarimdan kamroq qilasizlar, kichkina bo'lsa bitta butun yoki chorakda qilasizlar. Xo'p. Birinchi bunday shaklda kesib olamiz. Ingichka qilib mana endi bu to'g'raymiz. Mana hammasini shu yo'sinni to'g'rab olamiz. Bo'ldi, xudo xolisa. Endi navbat bu jalapeno gamdorni ishlatsangiz yaxshi bo'ladi. Lekin bu jalapeno gamdor bo'lmagani uchun dungan gamdorini ishlataman. Jalapeno bilsanglar, yarim achchiq, qattiq achchiq emas bo'lgan gamdor hisoblanadi. Uni o'rniga alternativa qilib
Men bunaqa dungan gam dorisini ishlatyapman. Bu gam dori qattiq achchiq emas, lekin nima achchiq. Ya'ni yeganingizda ozgincha achchiq ta'm beradi, lekin qattiq achitvormaydi hozir. Urug'larni, ichlarini tozalab olamiz shu yo'sinda. Mana ko'rib, bundoq qilib oqlarni bundoq kesib tashlaymiz. Oq tarafini. Bu yoq tarafini. Mana tashladik. Endi buni ham somoncha shaklda mayda qilib to'rab olamiz. Bunisini ham to'g'ri olamiz. Mana mayda to'rtburchak qilib to'g'ri olaman. Mana xudo xolisi bu ham tayyor. Buni bunga solamiz. Soldik, tayyor. Endi navbat chesnoga. 3 ta bo'lak chesnok kichkina bo'lagidan olib kesamiz. Tish chassan deydi, anaqasida claw deydi ingliz tilida. Rus tilida zubchik deydi. Oxirida mayda-mayda qolamiz chesnokni ham. Bundoq qilib bundoq qilamiz. 1 2 3 qilib tegidan bitta, o'rtasidan bitta bundoq qilamiz. Kesamiz yana. Mana shu choy chiqadi, shakl Qutda normal ayda qo'ramizki. Uchinchisini olamiz. Mana. Chesnokni endi bundoq qilib maydalab olamiz. Bundoq qilib. Mayda qo'varsa yeganimizda tishimizga noqulay bo'lmaydi, keyin g'aj-g'aj qilib unaqa qilmaydi. Teksturasi
xalaqit qilmaydi. Yaxshi chiqadi. Chesnoylar qancha mayda bo'lsa, shuncha yaxshi. Pichoqni ham tushaverasizlar. Endi bu chestni ham solamiz joyiga, idishiga. Sovoldik. Endi aziz tomoshabinlar, qilgan sousimizni hammasini yig'ishmoqchi o'zi. Sousimizni yig'ish jarayoni kashnich, qizil bulg'or qalampiri, chesno, sarimsoq, piyoz, sarimsoq, qalampir, yamdori solamiz. Keyin oregano degan ziravor bor, shunaqa solamiz. Mana ko'p qo'sha olmaysiz. Men uchun sal ko'proq deb tuyulyapti menga. Shuncha yetadi. Keyin qizil paprika qo'shamiz. Ozgincha achchig'i bor buni, ozgincha bilinmas. Keyin qizil sirka, red wine vinegar deydi. Shunaqa solamiz. Bu qizil sirkadan 3 qoshiq qo'shdim. Keyin tuz. Tuzdan yarim qoshiqcha tuz solamiz. Yani choy ben soldim. Keyin sekin ta'mini ko'ramiz. Keyin chorakda murch solamiz. Keyin zaytun yog'ini solamiz. Yarim piyoladan ko'proq, yarim piyola yoki konsistensiyasiga qarab mana soldik mana. Endi bu hammasini aralashtiramiz. Mana rangi ham o'zgacha bo'lib, chiroyli bo'lib chiqdi. Bolgarskiy yamdorli yu ko'k. Aziz obunachilarimiz, tomoshabinlar, zo'r chiqdi. Endi buni ta'mini ko'ramiz. O'shanga qarab ta'mini sozlab olamiz. Kamli yoki ko'proq bo'lsa. Birinchi yaxshi aralashtiramiz buni. Bismillah. Ta'mini ko'rib ko'ramiz buni. Yana bittasini qo'yiluvchi. A'lo darajada yaxshi. Tuzlari ham, limonlari hammasi bu turgandan keyin yana bir-biriga ta'mlar o'tib, bundan ham yaxshi bo'ladi. Hop, bu tayyor bo'ldi. Endi balig'imizni qo'rishdan oldin ismalog'imizni qo'yib olamiz, keyin balig'imizni qo'yib olamiz. Hop, men videoni bu tomonga olamiz, ikkalasini.
Aytmoqchi gazimizni yoqib yoqib oldim. Endi bunga ozgina zaytun yog' solamiz. Qochuda 2 qochuv zaytun yog' solamiz. Aytmoqchi yog'imiz qizidi. Tiyini pasaytiramiz. Tiyini pasaytirib ismaloqlarni sovuramiz, shpinatlarimizni. Aralashtiramiz. Ozgina qovurilishi kerak. Biroz juda ko'p qovurolmaymiz. Juda ko'p qovursa juda anaqa qilib ezilib ketib qoladi. Unaqa emas. Biz ozgina yarim ezilgan holatga keltirib ta'mi yeganimizda ta'mli, yaxshi, teksturasi yaxshi holatda bo'lganda keyin olamiz. Buni nima qo'shyapmiz? Nima pishiryapmiz buni? Sabab buni o'rta olovda pishiramiz. Pishimsa bu barni tagiga qo'yamiz buni. Hammasi ketma-ketlikda kombinatsiya usulida bo'ladi. Aylantiramiz. Orqasini o'giramiz. Bunga tuz murch sepib olamiz ozgincha. Tuz sepamiz. Ozgina tuz sepib oldik va murch. Savol bo'lishi mumkin. Qatdan bilasiz buni pishgan pishmaganligini deb, tayyor bo'lmaganligini. Mana ko'rdinglar. Keyin sal pasaytiramiz. Tegi balonni o'xshatdi. Nimta olib yeb ko'ramiz. Bilish uchun. Hatto o'zib ketsa bo'lmaydi. Pishibdi. Buni tezini o'chirib, tez olovdan olamiz. Bunga deganda ko'p tursa ezilib ketib qoladi. Buni suzib olamiz. Suzib oldik. Tovamizni artib balig'imizning birinchi orqasini suvini artyapman. Ko'ryapsiz, yaqinlashtiraman. Mana suvini artib olib, yaxshilab quritib olib, ikki tarafini mana yog' solamiz. Zaytun yog'idan 2 qoshiqcha. Qoshiq, 3 qoshiq taxminan yog' solamiz. Mana
Tegini sal baroq qilamiz. Qizib olgandan keyin, ozgina qizigandan keyin solamiz. Qattiq qizdirmaymiz, ozgina qizigandan keyin solamiz. Olovni pasaytirdim. Nari tarafga qilib, bundoq bismillah deb sekin solamiz. Ovoz eshitish boshlayapti. Ovoz qapasoga o'xshaydi. Men sal balandroq qildim. Mana. Ovoz chiqyapti. Olov sal pastroq qilib, o'rtaga olov qilamiz. Choptiramiz ozgincha. Balu qatdan pishganini bilamiz sizlar. Balu keyin bundoq qizargan bo'ladi va bundoq aytisizlar, bu taraf bundoq hamkacha yarim bundoq pishgan bo'ladi. Olov baland bo'lib ketib qolmasin, sal pastroq deb pishiramiz. O'rtacha olovda baland bo'lib ketib qolib, ichiga o'tguncha, o'rtacha o'tguncha, keyin qattiq kuyib ketib qoladi. Shuning uchun o'rta olovda pishiramiz. Tegini qarab qo'yamiz. Qalbir yetarli darajada emas. Hop, orqasini qarab qo'yamiz. Orqasi buni qizaribdi. Bunu aylantiramiz endi. Aylantiramiz. Qattiq qisir bo'libdi. Endi bunga sariyog' solib chesnok solamiz. Bunga endi sariyog' solamiz. So'sni ham shetadi va chesnok solamiz. Bunga rozmarin anaqalarning donachalarini solamiz. Barglarini, rozmarinni. Rozmarin solib, bunga rozmarin barglarini solamiz. Solib, va timyondan ozgincha solamiz. Va buni basting deydi. Bundoq qilib hammasi to'plangan joydan bundoq olib ustiga solamiz. Ustiga o't qilamiz.
qilamiz. Bu balug'i ta'm beradi. Shuni sariyoli, zaytunli, chesnok, rozmarin, kimyon qo'shilgan yog'ni mazasi keladi. O'shaning mazasi ta'mi balug'i o'tadi. Bunday qilamiz. Buni besting deydi. Ungacha balimiz bundoq qolsa, bundoq ezganda mana ezilib ketyapti, ya'ni tayyor. Mana bundoq qilganingizda mana ko'rsataman. Mana bundoq qilganda mana yumshoq, mana ezilib ko'rdinglarmi? Mana ezilib ketib, mana ko'rsataman. Yorilib ketyapti, tayyor bo'lgan degan bo'lar. Buni olamiz hozir tez. Ustidan rozmarinlarni tushirib olamiz. Olib va gazni o'chirib olamiz va buni suzib olamiz. Shunday qilib bo'lyapti, lekin mana bismillah. Suzamiz. Endi nima qilamiz? Buni sosini qilamiz. Balni o'ziga yoniga qo'shib suzib beradigan qilib sos qilamiz, qilamiz. Bunga creepers degan narsa bor, mana creepers. O'shani qo'shamiz va anchovies yoki bo'lmasa shprotdan mana qo'shamiz. Bu yog'ni setkadan o'tkazib olamiz. Mana. Tomoshabinlar. Mana setkadan o'tkazib oldik. Mana. Setkadan o'tkazib olamiz. Setkadan o'tkazgan yog'imizni hozir ishlatamiz. Ungacha anaqani bir tozalab olamiz. Skоворodkamizni. Hop. Tomoshabinlar, taomimiz qizidi. Endi olovni sal pasaytirib o'rta olovga qilamiz. O'rta olovga qilib, haligi yog'imizni solib olamiz. Yog'imizni solib anchovimizdan yoki bo'lmasa shprotimizdan ozgina qo'shib olamiz. Mana qo'shib oldik. Va creeper degan nordongina naqramizdan qo'shib olamiz ozgincha. Bu nordon ta'm beradi. Aralashtiramiz yaxshilab. Madatashimiz. Anchovilarimizni olovni sal pasaytiramiz. Chesnog'imizni olib qo'yamiz. O'sha qolib ketsa achchiq maza berib oladi. Aralashtiramiz. Sochimizdan oldin sariyog' solamiz oxirida. Suzishimizdan oldin. Undan oldin tuzini ko'ramiz. Tuz murchini. Qiling bismillah. Yaxshi bo'ldi. Endi bunga sariyog' solamiz ozgincha. 3. Tomoshabinlar, mana sariyog' so'raman. Sariyog' so'raman. Sariyog'ni eritib kelgan. Bu sariyog' erigandan keyin bu zo'r maza ta'm beradi. Qaymoqli ta'm beradi. Sariyog' qaymoqli ta'm. Va buni suzib olamiz.
Sosimiz tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Mana xudo xolasa. Hop, undan suzishimizdan oldin bitta ta'mini ko'ramiz. Tuz-muz qo'shish kerakmi, yo'qligini. Aziz tomoshabinlar, tayyor bo'libdi. Bitigini o'chiramiz. Sovolamiz. Mana sovoldik. Aziz tomoshabinlar, hop. Balig'imiz xudo xolasa tayyor. Endi yig'ishimiz qoldi. Qanaqa qilib yig'amiz ko'rsataman hozir sizlarga. Balog'imizni, shpinatimizni olamiz. Sekin qo'yib bundoq qo'yamiz. Ustiga bundoq qo'yib balig'imizni ham tagiga qo'yib olamiz mana. Bundoq qo'yib balig'imizni sekin olib olamiz. Balig'imizni tagiga qo'ydik mana. Keyingisini qo'yamiz. Bundoq surib, keyingisini bundoq qilamiz. Tagiga qo'yib olamiz. Qo'yib oldik. Bu salki oldiga suramiz. Mana bundoq qilib. Surib oldik. Endi bunga nima qilamiz? Ustidan chimichurri haligi sosimizni sekin quyib chiqamiz. Quyib chiqamiz. Quyib chiqamiz va tagidan bundoq qilib haligi shprotli sosimizni yonidan quyib olamiz. Bu yog'iga aylantirib yonidan quyib olamiz. Aziz tomoshabinlar, xudo xolasa balig'imiz tayyor bo'ldi. Rahim. Hammasini qo'shib baravariga bundoq qilib hammasini birga yeb ko'rsa, ta'mlar bilan birga bismillahirrohmanirrohim.
nihoyatda boshqacha. Chimichurri sousimiz o'zgacha ta'm beribdi va souslar yu barvlar anaqa uyg'unlashgan va Ismoil og'alarning voy gapi yo'q. Rostdan ham boshqacha. Maslahat beraman. Yoqqan like bosinglar, obuna bo'lasizlar. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.